Hammaga salom do'stlar, siz Qiziq TV kanalini tomosha qilyapsiz. Agar Artel Capital shirkatining yangi tadqiqotlari natijasiga tayanilsa, O'zbekiston fuqarosi pasportining bugungi kuchi dunyoning 54 davlatiga vizasiz chiqish imkoniyatini berishga yetadi. Qiyosdan olinganda, Amerikaning bu shirkati yangi reytingda eng kuchlisi deb tan olingan. Germaniya pasporti bilan siz jahonning 158 mamlakatiga bemalol sayohat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bugun dunyoning eng kuchli ikkita pasportidan bittasi deb e'tirof etilayotgan Shvetsiya va Singapurniki esa fuqarolariga Germaniyanikidan faqat bittagina kam davlat eshiklarini ochadi. Pasportning kuchi bo'yicha yangi reytingda yuqori uchlikni to'ldirgan Daniya, Finlandiya, Fransiya, Ispaniya, Shveysariya, Norvegiya, Buyuk Britaniya va amerikaliklar o'zlari istagan paytda dunyoning 156 davlatiga hech bir qiyinchiliksiz tashrif buyurishlari mumkin bo'ladi. Jahonning 148 mamlakatiga borishga izn berishi bilan MDH davlatlari orasida Estoniya pasporti eng kuchlisi bo'lib chiqqan va Amerika shirkati yangi reytingida yuqori o'nlikka kirishga faqat bir bahya qolgan. Rossiya o'z pasportining bugungi qudrati bo'yicha yangi reytingda jahonning 200 ga yaqin davlati orasida 43-o'rinni egallagan. Yangi tadqiqot natijalaridan rossiyaliklar hozir jahonning 103 davlatiga hech bir bosh og'riqlarsiz safar qilishlari ma'lum bo'lgan. Markaziy Osiyo davlatlari orasidan esa kuch qudrati bobida Qozog'istonning pasportiga yetadigan topilmagan. Qozog'istonliklar viza mashmalarisiz sayohat qilishlari mumkin bo'lgan dunyo davlatlarining soni bugun 69 ga yetgan. O'zbekiston esa bu borada Qozog'iston va Qirg'izistondan keyin mintaqada 3-yaxshi ko'rsatkichni qayd etgan. Qirg'iziston fuqarolari o'z pasportlari bilan o'zbekistonliklardan ko'ra 4 taga ko'p davlatga safar qila olishlari ma'lum bo'lgan. O'zbekiston kabi chiqish vizasi amalda bo'lgan dunyoning bor yo'q ikkita davlatidan bittasi sanaluvchi Shimoliy Koreya esa bu ro'yxatda 88-o'rinni egallagan. Yangi tadqiqot natijalaridan Shimoliy Koreyaliklar bugun jahonning bor yo'q 39 davlatiga chiqa olishlari ma'lum bo'lgan. Fuqarolariga dunyoning 23 tagina mamlakatiga chiqishga izn berishi bilan qo'shni Afg'oniston pasporti dunyoning eng kuchsizi bo'lib chiqqan. Jahonning eng kuchsiz pasportlari o'nligidan Afg'onistondan tashqari Pokiston, Iroq, Suriya, Somali, Efiopiya, Janubiy Sudan, Shri-Lanka, Bangladesh, Sudan, Eritreya, Eron, Liviya, Nepal, Falastin va Livan o'rin olishgan. Ayni o'rinda ta'kidlash joiz, biror bir MDH davlati pasportining qanchalik qudratligi bobida yuqori o'ntalikka kira olmaslik barobarida quyi o'nlikka ham tushishmagan. Artel Capital shirkati o'z tadqiqoti qamrab olgan davlatlardagi viza cheklovlarining darajasiga qarab bu kabi xulosaga kelgan. Ya'ni kuchi deganda pasportlar dunyoning nechta davlatiga vizasiz kirishga izn berishi ko'zda tutilgan. Yangi reyting esa Xalqaro havo naqliyoti agentligi va boshqa manbalar ma'lumotlari asosida tayyorlangani aytiladi. Agar ushbu rolik sizga yoqqan bo'lsa, like ni bosing va kanalimizga obuna bo'ling.